Namanganda ozodga shart, hozir sizlar mazza qilasizlar. Ukajonim, istoriya nech pul? Turaymi? Ha? 1700 2000. Nechta odam ko'radi? Kirib beraman. 360, 350, где-то 300, 250 atrofi. Tamam. Demak, senga Namanganda shart $500 istoriya qo'yasan reklama. Okay, boya unaqa narx aytmadingiz. Yo'q, qara. 500 dan istoriya reklama qilasan. Namanganda, Namangan shahrini o'zida bo'lsa, borib reklama qilasan. Agar boshqa viloyatda bo'lsa, shu yerdan turib reklama qilib berasan. Okay. Faqat foydali, manfaatli narsalarni, любой narsani, yoki tamaki, ichkilik emas. Yo'q, ukajonim, kamida 10 ta istoriya qo'yasan. Bu shart bajarishing kerakmi? Majbursan. Okela telefon qilinglar, boshini olib tashlaymiz. Uni qo'ymaganman. Hech nima qilmaydi. Men uyimga 4 millionga olganman, aka xaladilnik. Energy xaladilniki 1,999,000 so'm. Odamga qarang, ko'pligini 4 kun bo'lib ta'tiga ochilgan. Men shuni aytdim o'zanga. Nima deyapti bu? Pol avtomat Sirius. Kir mashinami bu tipi? Nech pul? 965 ming. Kelinlar, eringlarga yig'lab tashlaylar. Mashina olib bermasangiz bo'lmaydi. Narxini qaranglar. 2,495,000 avtomat Zifler. Eng qizig'i 8 kilolik. 8 kilo? Ha? Tushunmayman-ku. Yana necha kilolik bo'ladi? Zo'r degani bu. Ha, yo'q. Ha. Zo'r. Kelolma. Litvidan 32 talik televizor 996 ming kam. O'shancha odam ko'p ekanda bu do'konda, okay? Boyiga kelinlar, eringlarga yana yig'laylar. Plisosni narxini qaranglar. 499,000 so'm. Sirius brendidan sertifikati, undan tashqari garantiyasi ham bor. Serius? Yaxshi boqma qildimmi? Serius! Xotinlar idishtavolani yomon terib tashlashyapti, lekin arzonchi do'konini Toshkentda, Farg'onada, Qo'qonda do'konlari bor ekan. Hozir biz Namangandagi do'konni aylanib chiqdik. Adresini tushuntirib o'taman. Boburshoh ko'chasi, Sherdor to'yxonasining ro'parasida. Okay, ichki kiyim reklama qilmayman-ku. Bu sen kiyib yuradigan 12 ming so'mlik ichki kiyimlar emas. Ko'rgan o'zi reklama qilasiz. Men 12 mingga kiymayman, между прочим. Давай. Premium gostinsa mashina ko'rganman-ku, men bunaqa ichki kiyimlarni endi ko'rishim. Naski 130 ming so'm, 200 ming so'mga trusik nima deyapti? Mana maykani qaranglar, 400 ming so'm. Er-xotinlar uchun takoy banni xalatlar ham bor ekan-ku. Premium magnitli trusik. Bu ortopediskiymidi, nima edi aka? Eng qizig'i prostataga ham foyda ekan. Rolex do'konida ichki kiyimlardan tashqari mana materiali amerikanskiy tikilishi Turkiyada bo'lgan barsetka va remellar bor ekan. Adres tushuntirib o'taman. Nima edi? Namangan shahri, Islom Karimov ko'chasi, 15-uy. Ana bu kam aytib bo'ldilar. Kelaverasizlar. Ha, yedirdimmi? Yedirdim oxiri. Men sizni dumingizman-ku debdi. Voy jo'lon, o'zim qarayman. Wow, 2 etaj qiz ekansiz lekin. Voy, uyaltirmang. Strawberry House Namanganda filialiga xush kelibsiz. Bizda Toshkentda va Samarqandda filiallar bor. Yaqinda Andijondan ham ochamiz. Nima buyurasiz? Voy. Namuncha chiroyli qaraysiz. Voy, uyaltirmang. Xo'p. Buncha chiroyli bu. Sizchalik emas. Uyaltirmang. Men biz zakaz qilgan saboyingiz. Rahmat. Sizdan 1,400,000 so'm bo'ldi. Voy, uyaltirmang. Ha, nima bo'lyapti? Menimcha meni yaxshi ko'rib qoldi. Zo'r. Pulni oldingmi? Uyaltirma. Puli? Hozir mana shu asistentli mikrofon qilib olib, mana shu xo'jayinidan intervyu olib chiqasan. Ketding. Nimaga sizni Namanganda imzo Dilmurod deyshadi? Namanganda birinchi imzoni olib kirganimiz uchun. Urallar deb o'yladim bo'ldi. Boshqalardan ajralib turadigan tarafingiz. 5 yillik garantiyaga javob berishimiz. Ustalaringizni kuchli tarafi. 5 yildan beri faqat imzo romlarini o'rnatishadi. Boshqa rom o'rnatishmaydi. Yo'q. Vuy. Nimada hisobiga ishonchingiz baland? 16 yildan beri shu sohani ichidamiz. Manzil Boburshoh ko'cha Buskmil kafesidan o'tib ekan. Bo'ldim. Bo'ldi, tugadi reklama, ketdi. Mana shu yo'lga o'tdingizmi o'sha? Men charchadim. Tasavvur qilsam mashinniksan. Mana bu do'konga qanaqa kirgan bo'larding, ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Master do'koniga xush kelibsiz. Rahmat. Hoji onam yaxshimilar aka? Bizga xizmatlar yo'qmi? Yo'q. Bitta aylanaman, maylimi? Do'konni fayzli qilib qo'yibsizlar aka, mana nima? Sizga ham eshitilyaptimi? Ha. Ko'zingiz ham ko'radi? Ha.
Ha. Aka maslahatda, mana telefoninglarni qanaqa qilib olib chiqib ketsa bo'ladi? Muddatli to'lovga bemalol olib chiqib ketishing bo'ladi, ukajonim. Oyma-oy to'lab yuraman-da. To'lamay yursam-chi? Qamat boramiz-da. Ukajonim, ko'rinishingdan telefon zarilga o'xshayapti, lekin o'g'irlik qilma. My Store Instagram sahifasiga obuna bo'lgan har oy 2 ta telefon podpischiklariga shundoq beraveradi. Aka, onam mana bunaqa panatga bermaganlar, rahmat. To'g'risida, o'zgar jon uka. O'zgartirdingiz aka. Qara. Aka, do'kondan hech nima olib chiqib keta olmadim-ku? O'zim chiqib keta olmayman-a? Ozod reklamachi deb gaplashaverasizmi men bilan? Yana bitta mana ketdi. Akalar qaranglar. Yangi bot chiqibdi, Jivoy nomi qo'shiq bot. Startni bosasizlar, hech qanaqa majburiy obunasi yo'q. 20 ta 30 ta kanalga podpiska bo'ldimi-deydi. Shundoq silkani tashlab bitta jo'natasizlar. 1 sekundda mana shunday sizlarga уже videoni sketchat qilib beradi. O'zingizlar xohlagan videoni yoki ashulani topa olmayotgan bo'lsanglar, nomini yozsanglar ham chiqarib beraveradi, silka tashlasanglar sketchat ham qilib beraveradi. Keyin bu bot egalarining zo'r tomoni har juma kuni o'zining obunachilariga telefon sovg'a qilishayotgan ekan. YouTube, Instagram farqi yo'qmi? YouTube'dan ham, Instagramdan ham sketchat qilib olsanglar bo'ladi dedim, okey? Shu zo'r ekan. Reklama bo'yicha ozod professionalization bo'lib ketdim, okey? Mana tasavvur qil, seni qizing bor. O'shanga nimadir olib berishim kerak, hozir. Yo'q, o'shanga nimadir oldirishing kerak. Men ishim tushsa qizlarga birinchi ko'zimdagi sevgi bilan qarayman, aka. Jonim, menga Namangan chust Apple Pro Dubai do'konidan iPhone 17 olib bera olmaysanmi? Onash deyman, bo'ldi, eriydi, aka. Rahma kelgandan ham olib beradi. Ayo, turishim g'alati bo'lib qoldi. Chixol assortimentini ko'ryapsan-a? Chixolni almashtirsam ham seni almashtirmayman. Keyin meni pandacham derding-ku. Shuning uchun pandaligini oldim, qara. To'lab yuborsang bo'ldi. Yaxshimi? Jonim, do'kon atmosferasi, assortimentiga gap yo'q, lekin senga bo'lgan sevgim atmosferasini bilasan-ku, qanaqaligini, to'g'rimi? Jon, jon. Olib bera olmaysan-a? Pulim yo'q desa-chi? Muddatli to'lov ham bor bo'pti, jonim. 10 tasini bo'yningga qo'yib yubormoqchiman, ko'tara olmaysan-a? Kattasan-ku. Namangan chustiga aka-ukalar, bu do'konda assortiment ko'rdinglar, rostdan portlab yotibdi. Qidirgan narsalarni topasizlar, pulingiz yetmasa muddatli to'lovga ham berib yuborishar ekan. O'rtoqlar, bugun Gugurt show final. Nima bo'lar ekan? Mana u bitta dona Gugurtdan Gentraga aylangan mashinamiz. Xo'p, yil 2019. Mashina toza, hech qatiga hech nima qilmagan. Nima bo'ladi Toshkentda, nima bo'ladi? Menga mana mash qizuv bo'lyapti, mashinani qaranglar. Sostavini zo'r lekin. Biz Toshkentga qarab yo'lga chiqdik. Gugurt Gentra bo'lib ketdi, Gentra. Hop, o'rtoqlar, biz Toshkentga kirib keluvdik, nimadir tayinlab qo'yishdi bizga. Mana bitta karnay surnaylar, shar, Gummaxonim. Jon, nima bo'lyapti bu yerda? Sen bu yerda nima qilsan? Sen nima qilsan? Gugurt show final Toshkentda. O'ynashimiz kerak. Da. Hozir postga qo'yamiz, men o'zim tushunib olay. Nima u korobkada nimani?